Turmushga chiqmagan qizlarga maslahatim judayam ko'p niyat qilinglar. Niyatlaringlar ustidan kulsa kim bo'lishidan qat'iy nazar ham qo'rqmanglar. Bo'larmikin deb ikkilanmanglar. Hali shunaqa kunlar keladi, o'zinglarni o'zingizga havasinglar keladi. Turmush o'rtog'ingiz bo'lishi aniq bo'lmagan insonlar bilan отношения qilmang. Chunki o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, o'zingizga o'xshagan inson uchraydi. Turmush o'rtog'ingizning xarakteri, dunyo qarashi, soch ranglarigacha duolaringizni so'rang. Sovchilik kelyapti, lekin ikkilanmasizmi? Istixora o'qing. Instagramda ko'rayotgan er-xotin отношениялariga qarab, "Men ham hayotim shunaqa bo'lsin" demang. Ular bosishgan yo'l 4 devor ichida. Siz o'zingiz uchun xayrli yo'l so'rang. Eng asosiysi o'qing, o'rganing, har narsani o'z vaqt soati bor. Turmushga chiqish arafasidagi qizlar uchun duo. Robbim nikohimni xayrli qilgin. Qadam bosgan xonadonimga barokat yomg'irini yog'dirgin. Yangi hayotimni rahmat ila davom ettirgin. Ko'z yoshlarimni faqat shukr uchun oqizgin. Kichkina xizmatlarimni ham ibodat darajasiga ko'tarib qo'ygin. Boshlanayotgan hayot yo'limni nuring ila yoritib qo'ygin. Men bilan turmush o'rtog'imni qalblarini shunchalik xotirjam qilib qo'yingki, boshqa hech bir inson yonida bu xotirjamlikni his qila olmasinlar. Podpiska bo'lib oling, chiroyli duo va niyatlar qilamiz. Menga podpisaning har bitta qizi niyatlari yorug'lik tezligida amalga oshsin.